Pichoq yordamida kir moshinalarni siqadigan tarafini to'g'rilash sizlarga o'rgatib qo'yaman. Ko'pchilik onalarimiz, opa-singillarimiz yozibdi, kir moshinamni qish keldi, quritib olmayapman kirlarimni, siqadigan tarafim ishlamayapti, qanday tuzatsam bo'ladi deb yaqinroq olib keling. Pichoq yordamida, chunki atvetkada qilsak, ko'pchilikda uyda atvetka bo'lmashi mumkin. Lekin atvetkada qilsanglar yaxshi bo'ladi. Mana shu yerdan 3 dona samarezini yechib olasizlar mana. Ko'pchilikda quritadigan tarafini ishlamasligining sababi mana shu qopqog'i sinib qolishidan bo'ladi. Xo'p. Sizlar uchun qurbon qilib tashladimmi endi bu kir mashinani? Mana video yaqinroq olib keling-da. Mana shu yerda qaranglar mana. Ko'ryapsizlarmi? Simi bo'ladi. Ya'ni bu kontak kir mashinani ochganinglarda tokni uzadi, yopganinglarda qo'shadi. Kir mashina yuradi. Shu narsa agar qopqoq sinib qolsa, mana shu bir-biriga qo'shmay qo'yadi. Bu pryamoy qilib qo'yilgan mana. Mana shu simni bir-biriga ulab qo'ysanglar, muammo hal bo'ladi, kir mashinalar ishlayveradi. Bu bitta yo'li. Ikkinchi yo'lini sizlarga video qilib qo'yaman. Keyingi safar uning uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa foydali videolarni kuzatib borasizlar. Hammalarga rahmat. Bu videoda kir mashina ishlatadigan barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.